Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polason qishlog'idan sotiladigan 2 bosh Chexiya davlatidan keltirilgan simentallarimiz bor. Bular o'zlari Chexiyadan kelmagan, lekin Chexiyadan kelgan sigirlar, bollar o'shalardan tushgan. O'sha Chexiyada bo'g'oz bo'lib kelganda bular tuqqan, o'sha birinchi qorin bollar shular. Toza Chexiya simental. Ular asosan sut yo'nalishiga zo'r chiqadi. Zotiga qo'shadigan bo'lsalaring, agar naslli mollaring bo'lsa, bollarini sutini ko'paytirmoqchi bo'lsalaring, sutga ishlagani asosiy yo'nalish sut. Bundan tushgan qo'najinlar, misol 25 litr sut beradigan sigiringiz bo'lsa, buni qo'ysangiz, qo'najin tug'sa 27-28 litrga, 30 litrga chiqaradi. Chunki asosiy yo'nalish sut bularda. Sut, go'sht. Birinchi o'rinda sut turadi, keyin go'sht yo'nalishi bo'yicha turadi. Mana. Olib naslga qo'shib qo'ysalaring bo'ladigan toza qonli o'shadan inalari kelgan, inan qonida kelgan simentallar. Tumshoqlarni ko'ringlar. Chexiya simental deydi. Buni zotga tushunadiganlar, naslda yo'nalishiga tushunadigan aka-ukalarimiz bular. Qani? Aka-ukalar ham yaxshi. Jicha joyimiz torli qilyapti, aka-ukalar. Bularni endi bitta joyda turgan ekan, bo'shatib bo'lmadi. Sizlarga tashqariga olib chiqib syomka qilaylik, tashqarida ko'rsataylik desak, jicha mana shu joyimiz torli qilib qoldi. Mana joyda ko'rsalaring, mana shu joyda turadi. Bu yerdan endi sizlarga ko'rsatgani jicha qiyin bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib videoni qilaveramiz. Dehqon uyda turibdi. Chista dehqon. Bunaqa olib sotarli emas. Zotini tayini bor. Yeb ichishi o'rnida bo'lgan mollar. Aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Kelib ustida ko'rsalaring, bemalol ishqiboz bo'lasizlar akalar. Old tarafdan. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida. Bular asosiy yem nima beryapsiz hozir? Silos. Silos, kepe, Silos. punjara beryapsizmi? Yo'q, hozir berganim yo'q. Asosiy silos bilan kepe yem. Zo'r. Mana akalar bunaqa yem berilgan yo'q ekan. Badani ham hali nima deydi? Yemlanib qolgan bir nima emas, lekin semiz mollar. Silos kepiga shu darajada turibdi mollar. Zo'r. Bemalol olib naslga qo'shsalaring bo'laveradi. Hozir bularda yosh qanaqa? Yoshi rosa 1 yoshga kirdi. 13 oylik. 12 oylik. 12-13 oylik. Nima metringiz bormi? Metr topib kelsangiz, mana shular bitta bo'yini o'lchab biz endi to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz-da. Chunki onlayn oladigan aka-ukalar bor. Bo'yi noto'g'ri kelib qolmasligi kerak, to'shni bo'yini yetishimiz kerak. Bo'yini misol oldi yelkadan o'lchaniladi. Ha shu oldi yelkani unday o'lchab bo'yini yetsa, o'zini xonadonida yo bo'lmasam o'sha promenni chamalab, duol yo'shani metrlab ko'rib, mana shu bo'yli mol ekan deb hisobini qilishaveradi. Xunajinlaring bo'lsa, hech kattasini olib qo'shib qo'ysalaring bemalol qochiraveradi. Mollar chikillab turibdi akalar mana. Nasl toza. Asl zot. Bunaqa hibridlashib ketgan emas. Endi aka o'lchab berasiz endi. O'lchab berasiz, shuni oldi yelkasini 1 metr tashlaymiz-da. Orta yag'iga tashaverasiz. Yelkagacha
Masjiddan olaverasiz. Qani? Rosa 1.30 ekan bo'yi. O'lchang. Biri 35 akalar. Indamay biri 35 chiqadi. Biri 30 ga, biri 35. Bo'ylari biri 30 ga, biri 35. Qadrli obunachilar. Holatlar ideal, chotki. Bag'baqalar ko'rib turibsizlar. Bo'yni o'lchab, nima qildi? Toshni bo'yi bexijolat kelib, olgan odam shu yerda ham o'lchab ko'rib olaveradi. Bo'yi tiniq bo'ldi. Yoshi 12-13 oylar atrofida. Qoni toza, yeb ichishdan aybi yo'q va oyoqlari nuqsoni yo'q o'xshayapti akalar. Istagan tuyog'ini ko'rib turibsizlar oyoqlarini. Bunaqa bir nima bas, nag'usib ketgan mollar bas. Lekin bitta joyda turibdigan mollar. Kelgandan beri shetda. Uni yaylovga qo'yib yuborsam bepoyon maza qiladi. Chotga cho'ziladida bular. Yo'q qo'yib yuborsa zo'r ketadi. Nimami? Puli. Bitta joyga yopishtirib. Bitta joyga yopishtirib narxi to'g'ring. Ikkovini 65 million deyapman endi ozgina. Jupiga 65 million. Hayranaqa beradi. Hayron qilib. Ustida kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Agar donaga olsa bunisicha nimaroq, bunisicha pastroq bo'ladi. To'g'rimi? Donaga olsa. Asosan jupiga sotiladi. Endi kimdadir bittaga puli bor, kimdadir ikkitaga. Agar bittaga olaman desa, misol nari kattasi bo'yi 1.35 lik yoqiydigan bo'lsa, buni 33, buni 32 deb narx aytsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Qadrli obunachilar, dehqon akamiz unaqa baland narx aytgan yo'q. Mana bozorga bemalol solishtirib olaverasizlar. Narxi juda ham arzon bo'ldi. Xudo xolasa olgan odam mazaq boqadigan chiroyli narx bo'ldi. Bag'dan yana ham kami bor desa kelishtirib berishar ekan. Menga bas, meni videomga bas, dehqonni qilgan mehnatiga, mana shu aytgan narxiga chiroyli bo'lib, hamma narsa yaxshi bo'lgan bo'lsa, like tirsilatib bosib qo'yinglar. Yashang shunchalik baxtsizlar deb, olmasalang ham yaxshi fikrlarni yozib, kommentariyaga fikrlar bildirib, gapi Alloh rozi bo'lsin deb yozib, chiroyli qilib yozib qo'ysalaring, mana shu mollarni sotilishiga, kimgadir yetib borishiga sababchi bo'lasizlar akalar. Ommal mollar yaxshi. Bo'ylari mana shu narigisiniki 1.35, mana unsiniki 1.30 siniq chiqadi. Nomeringiz necha edi? 91lik 91lik 663 663 50 18. Telegram, WhatsApp bor? WhatsApp yo'q, Telegram bor. Telegram bor. Qadrli obunachilar, Telegramlari bor ekan. Bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor aka. Endi narx qoplab bo'lsa, mabodo qoplab bo'lsa, pulini tashlab beradi sizga. Oddiy bo'ylab dastlabkani qoplasa qilib beramiz. Tanish mashinalar bor, o'sha yerdan chiroyli qilib gaplashib beramiz-da. Endi yilda xizmatli odammiz biz. Agar siz topolmasangiz, menga aloqa etasiz, men shopir olib beraman. Qo'ldan kelgancha mana sizlar uchun to'liq ma'lumot ko'zlaringni yog'imda bo'ylarini o'lchab, yoshini etib, qo'limizdan kelgancha xalq xizmatida shopirigacha olib beraman deyapman. Padeshga qilib like bosib qo'yinglar akalar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rib, bizni qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib, kommentariyalarga fikrlar bildirgan aka-ukalamizga rahmat deymiz va keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Xudo xolasa o'tkazgan vaqtlaring behuda ketmaydigan umiddamiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Bundan-da chiroyli va bundan-da yaxshi chorvalarda, mollar yonida chiroyli qilib sizlarga taqdim qilish nasib qilsin hammamizga.